Yarobun, demak biz hozirgi darsimizda o'z tayyor tarjimalarni tashlamoqchi edim, lekin videoda tushuntirib berganim yana ham yaxshiroq degan qarorga keldim. Demak, qarang, ilkini 10-savolida va titkini bizda mana 3-savolida grafik tushadi, to'g'rimi? Mana shu grafikni tushunishingiz uchun siz shu ikki betni yaxshilab o'zlashtirishingiz kerak. Shunda titkini 3-savoliga ham, ilkini 10-savoliga ham umuman hech qanday qiyinchilik bo'lmaydi sizda. Demak, yodlab chiqishingiz kerak bo'lgan so'zlar og'zaki aytaman, zapisni to'xtatib yozib oling o'zingizga kerak bo'lganini, lekin bularni hammasini bilasiz. Pigo solishtirish, taqqoslash degani demak, grafikda bilasiz, har doim solishtirish bo'ladi. Poda degani ga qaraganda, episo ga taqqoslaganda, solishtirganda. Kajang 제일 cho'g'ibni so'zi eng degani, 훨씬 ham eng degani to, yanada, 최고 eng balanddi, 최저 eng pasti degani, piyuri katta, foiz bir xil, foizlar teng degani, ya'ni ularni miqdori teng. Chayiga itta farqi bor, chayiga opta farqi yo'q degani. Endi o'zgarishni ifodalovchi so'zlar. Nilda nuronada, ortmoq, manta manajida ko'paymoq, no'pta no'ppajida oshmoq, balandlashmoq, chingahada ko'paymoq, urida ko'tarilmoq, ulagada ham ko'tarilmoq, sangsinghada ham ko'tarilmoq. Xullas kalom. Mana shu grafikdagilarning hammasi ortmoq, oshmoq, balandlashmoq, ko'paymoq deb tarjima qilinadi va siz bu so'zlarni 53 ta ham qo'llashingiz mumkin. 53 sigida, o'shaning uchun yodlab qo'ying, juda kerak narsa. Mana shu so'zlarni birortasini aytdimiz, значит ko'payish bo'ldi deb tushunasiz. 줄다 줄어들다, 적다 적어지다, 낮다 낮아지다, 감소하다 내리다 내려가다, 떨어지다 harakada. Bularni hammasi pastga tushdi, tushib ketdi, kamaydi degan ma'noda ishlatiladi. Bular ishlatildimi, tushunaveringki, o'sha aytilayotgan narsa kamayib ketdi. Mana shu so'zlarni hammasini oshdi, tushdi, ko'paydi, kamaydi, pastga tushdi qilib yodlab olaverasiz. Endi bu ilkidan misolida, endi siz titkini misollarini ko'rasiz. Albatta, cho'sakigvanni beradi. Cho'sakigvanni yozadi. Bu tadqiqot o'tkazilgan tashkilot. Mana shu tadqiqotni qaysi tashkilot o'tkazdi? cho'sakigvan yozadida i deydi. Mavzuni qo'yib hech cho'sayetda, cho'sahan kelga. Mana shu tashkilot mana shu narsa haqida tadqiq qildi yoki tadqiq qilgani natijasida mana shunaqa narsa bo'ldi deydi. Yoki dehan cho'sa ko'lga yetarimion. Mana shu narsa haqidagi tadqiqot natijasiga qaraydigan bo'lsak, deyishi mumkin. Orada ozgina yo'talaman. Yo'talib qolishim mumkin. Buning uchun uzr albatta, chunki hali ham tuzalganim yo'q, lekin darslar qolib ketmasligi kerak. 조사기관에서 대상에게 주제에 대해 물었다. Qandaydir tashkilotdan kimlargadir nimadir haqida savol berildi. Savol berildi, javob berildi, ular va umumiy tedab javob kelib chiqdi. Chirmon savol bilasiz, undab odamlarning javobi, tedab esa umumiy chiqib kelgan kelgu rezultat nazarda tutilyapti. Endi birinchi o'rin olgan bo'lsa, nimadir nechidir 퍼센트로 가장 많았다. Eng birinchi o'rinni oldi. Nechidir 퍼센트로 1위를 차지했다. Birinchi o'rinni egalladi. Nechidir 퍼센트로 가장 높게 나타났다. Eng baland bo'lib ifodalanib, bularning hammasini 53sigida ishlatishingiz mumkin, yodlab qo'ying. 무엇이라는 응답이 가장 많았다. nimadir deyilgan javob eng ko'pi bo'ldi. 무엇이라고 몇 퍼센트가 답했다. nimadir deb nechidir foiz javob berildi. 무엇을 1위로 꼽았다. nimanidir birinchi o'rin deb tanlashdi. Bularni hammasi birinchi o'rin degani. Endi 2-3 o'rinlar esa 그다음으로 무엇과 무엇이 뒤를 이었다. Undan keyin nimadir va nimadir uni orqasidan o'rin egalladi. 그다음으로 muot suniyotda. Undan keyin nimadir ketma-ketlikda bo'ldi. 그다음으로, ya'ni bular 2-3 deganida. 그다음으로 muot suniro natanatda. Bu ham uni ketidan keyin nimadir ketma-ketligida ifodalandi degani. 그다음으로 muot이 몇 퍼센트로 나타났다. Undan keyin nimadir nechidir foiz, yana nimadir nechidir foiz bo'lib ifodalandi. Значит, bu ikkinchi o'rin. Qanaqa ketma-ketlikda aytsa, shunaqa ketma-ketlikda tushunishingiz kerak. Nimanidir birinchi bo'lib aytdim bu yerda. Mana buni aytgandan keyin bu yoqda ikkinchi gapini кыдам으로 deb turib buni aytyaptim. Значит, bu ikkinchi o'rin, значит, bu uchinchi o'rin degan narsani siz o'zingiz ihehada qilishingiz kerak, tushunib olishingiz kerak. Endi agar mana shunday tekis chiziq tepaga yoki pastga tushgan bo'lsa, 꾸준히 계속해서 지속적으로 degan so'zlarni ishlatish mumkin. Muntazam ravishda,
증가하다, 감소하다, muntazam ravishda oshyapti, muntazam ravishda tushyapti. Kesoq-keso aytganda ko'pchilik tushunmaydi. Chunki o'zingiz noto'g'ri talaffuz qilasizda. Kesoq-keso deb talaffuz qilishingiz mumkin, shuning uchun tushunmaysiz. Kesoq-keso deganda. Kesoq-keso o'xshamaydi-da noto'g'ri talaffuz qilganingiz uchun. Shuning uchun aytaman, har doim talaffuzingiz prям 완벽하게 bo'lishi shart, idealniy bo'lishi shart. Keyingisi, agar oshib turib, keyin tushgan bo'lsa-chi, bitada qarang, резкий tushyapti, to'g'rimi? Oshib turib, 꾸준히 증가하다 qilib turib, резкий tushdi. 그게 급격히 deysiz. qarang. 꾸준히 증가하다가 급격히 감소했다. 급격히 감소하기 시작했다. This is riski katta ravishda birdaniga kamayib ketishni boshladi. Yoki teskarisi kamsohadaga 급격히 증가했다 deyishingiz mumkin. Pasayib ketayotib bitada ko'tarilib ketdi deysiz. Keyingisida agar oshib ketayotib ozgina unaqa riski tushishi bo'lmadi qarang. 꾸준히 증가하다가 mana bitta vaqt berilgan bo'ladi, odatda pastda vaqt yozilgan bo'ladi, shuning uchun shigi deb qo'ygan. Mana shu davrda tashi kamsoyapti. yana pastga tushdi demoqchi. yoki shigi 최고였다가 감소하다. mana shu davrda eng balandi bo'lib, keyin u kamayishni boshladi dedingiz. Endi mana bunaqa grafik berilgan bo'lsa-chi, har bitta mana bu joylarda sizga vaqt berilgan bo'ladi, pastda yil yozilgan bo'ladi-da. mana shu yillarni siz qo'yib yorishingiz kerak. 시기부터 꾸준히 증가하다가 잠시 감소하더니 다시 늘어나다. ya'ni qaysidir davrdan boshlab muntazam ravishda oshib borib, birozga pastlatdi, keyin yana oshib ketdi derkansiz. Yillarni qo'yasiz. Bu endi yillarsiz berilgan. Siz prosta titki uchni tushunishingiz uchun berilganda, bu 53siga yozishingiz uchun berilmagan. Shuning uchun yillarsiz berilgan bu. O'zingiz tushunib olishingiz kerak. Va mana 2 bet dedim-ku, ya'ni bir varaq narsani yodlab olsangiz bo'ldi. P isang yoki P deyilgan bo'lsa, bu 2 karra, 3 karra, 4 karra degani va 2B, CB, NB, 5B deb koreyscha raqamlar bilan o'qiymiz. Xitoycha raqam bilan emas. Nul kelgan bo'lsa, bu yerda rul yozilyapti. Rul yoki yul kelgan bo'lsa, oldida kelayotgan so'ziga qo'shib nul deb o'qiysizda buni. mana shu foizni bildiradi. Piyillo natananing chongdo, ya'ni foiz bilan ifodalanadigan daraja deb qo'yibdi. Endi qarang, atiga 10% bo'lsa 10%에 불과하다. atiga 10% bo'ldi. 20-30% bo'ladigan bo'lsa 30%를 넘지 못하다. 30%dan oshmadi, 넘지 않다. 30% 가까이 되다. 30%가 yaqinlashdi. 30%에 달하다 이르다. 30%가 yetib keldi. 30%를 넘다, 넘어서다, 앞서다, 앞지르다. 30%dan oshdi degani hammasi. 40%, 50% bo'lsa-chi? 40% bo'lsa mana shu yerga olib kelar ekansiz. 50dan oshadigan bo'lsa 50%를 넘다 yoki 절반 이상이다, 반 이상이다, 반을 넘다, 절반을 넘다 degan grafiklarni, shablonlarni ishlatishingiz mumkin ekan. Bu sizni titki 3ni tushunib olishingiz uchun berilgan shablonlar. 53ni yozishni esa biz endi o'rganamiz. Lekin mana shu betni siz yaxshilab, idealni qilib yodlab olsangiz, 53ga umuman qiynalmaysiz. Demak, bu so'zlarni yodlab olasiz. Ilki 10-savolimiz bilan titki 3-savolimizga va 53siga hattoki yordam beradigan shablonlar.